Siz hiç yaman nesini xiyal qilmadingiz, hiç o'ylaganlaringiz hammasi bir-birisidan go'zaldi. Ko'z oldim keltiribdi, manzaralarni tasavvur qilib ketdim. İstanbul'da en jiq uchraydigan bosh og'riqning birisi qistonchilik hamdi. Demak, nimaga ko'p deganda mashina avtomobillar ko'p. Biz shu avtomobil remontchilikni o'rgatmoqchi bolalarga. Chunki buningki iqtisodiy kirimi alohida yuqori ekan bu ishlarniki. Hozirdan bugundan boshlab bugun kishini atiga qo'yma. Bugun nima qila olsak shuni qilish kerak. Dal to'g'ri. Ondan keyin shu kompyuter kasbi hozirgi bizningki bek muhim ishlarimizdan birisi bo'lib, hamda shu xalqimizga kompyuter kasbini resmi sistemlik bir tarbiyalash, o'g'itish arzularimizning ichidagi bir arzu edi. Hamda buni Allohning rahmati bilan asta-asta ro'yobga chiqardik. Hamda bu darslarimiz boshlanmoqchi. Amin, amin. Hey, siz bir davlatning ishini qilibsiz-ku. Tavama gaplaringizni anglab hayron qoldim. Bugun hayajonim ketgan bo'ldi. Rahmat. Vallahinki o'zi qiziqqan, o'zi yaxshi ko'radigan bir kasblarga sahna hozirlab berish orqali o'quvchilarimizni texnik yaxshi bir liniyaga akirish bütün qarindoshlarımızga şunu degim kelyapti. Nayte bu programmaga taklif qilinish orqali men hamda bu qarindoshlarımızga ozgina bo'lsin yurak so'zlarimizni deyalganligimizdan, ozgina bo'lsin aktiv energiya taqt alganligimizdan buningdan nayt xo'sh bo'ldik. Inshaalloh shunday kishilarga ma'naviy jihatdan kuch bag'ishlaydigan bu programmalarning ko'plab bo'lishini umid qilaman. Ham uningdan boshqa qarindoshlarga shuni degim keladi. Sizlar yolg'iz emas. Biz sizlarni qarindishinglar. Sizlar hargiz azoblarda yolg'iz yosh to'kmanglar. Alloh sizlar bilan birga. Inshaalloh sizlarni atrofingdagi qarindoshlar sizlar bilan birga. Bek güzel gap qildingiz. Rahmat. Bugungi bo'lgan suhbatlarimiz ichidagi eng go'zal tavsiya, eng go'zal gaplar bo'ldi. Rahmat. Amki mening sizga deydigan gapim bor, qarang. Bir odam oldida maqtashni urg'uladimi, bir odam oldida maqtasi yaxshi bo'lmaydi deydi, ammo men deyishni yaxshi ko'rman. Qanday desangiz, bir sanatkor mu sahneye çıkıp nakşi etse çavaktan ilham aldı. Bu çavak onun aldığı berilgen çavak, maqtaş demek. Şunda ilham hep o tıxım, belki yağrak avazlı eğitudu nakşini. Şuna okşak bir adamların işini muayyenleştirip aldığı deyişini yaxşı görme. Rahmat. İstanbul'a yeni kelgen vaxtımda Nurettin Yıldız'ın ki işi vaxtıdan köp insanlar degan kitapni ko'rdim de, ko'rib aş gapni tunji qatim men tushunamagan qarang. İşi vaxtıdan köp insanlar da kitapdan özününki muqavisini ko'rganda, tishini ko'rganda, anken bu qandaq gap için aşqa vaxtımda bütün sahabelerning hayotı, onundan sahabelerden keyingi davrda yaşagan, tirishchan kashfiyotchi adamlarning hayotini yezib dikandik. Ha, demak 24 saatlik hayotida 48 saatlik ish qilgan odamning hayoti ekanda bu deb bunda tushundim. Sizmi be'ayni shundoq bo'libsiz. Avvalgi gaplaringizni, xizmatlaringizni qisqartirmasini anglab so'zlab berdingiz. Bu yerda xima tuzgan darslik kitoblar bor. Bu darslik kitoblar to'g'riliqda paranglashmadik-ku. Ash qisqini hayotingizni bunda o'ylab kelsak, siz ash sahobalarga o'xshash İşiniz vaqtinizdan ko'pkan. Demak 24 saat hayotingizda 48 saatlik unum yaratish bilan yashab o'tibsiz. Agar shu sifatga nail bo'la olsak, o'zimizni baxtli his qilamiz inshaalloh. Endi bugungi vaqtimizda biz masalan sahobalar deb atalmaymiz, payg'ambarimiz vaqtida insonlar atildi. Agar atilishga to'g'ri kelsa, har bir kasbet bo'yicha bejandillikda Alloh roziligi uchun ish qilayotgan insonlar sahobalarning vaqtidagidek shunday sharaflarga nail bo'lishga haqli deb qarayman men. Mushtabda sizning nechiliyoq ishlaringizni kuzatdik, ko'rdik, qarang. Sizning ishlaringizda minnatsiz, riyosiz bir iş qilish qalb bor sizda. Rahmat. Endi mush yuragingizning vatan uchun ish qiladigan bir so'qadigan yurak bor qarang. Vujudingizda so'qadigan yurak bor. Unga bir ishni qilsangiz, chuqum o'sha eng go'zal holatda mazmuni bilan, ahamiyati bilan chiqarib qilishni biladigan, ishning tartibini biladigan bir taktika, aql bor. Abiy gapingizni bak suyundim. Masalan, yana desak Türkiye kiyim-kechak chiqarishdagi asosiy bir davlat bu sifat bilan bular nurg'unlagan tikimchi ishchilariga muhtojchu. Biz bularga bir manba bo'lamiz, qara. Ash tikimchilik bir manba bo'lamiz. Unsi qo'l hunarvandi bu davlatningki qo'l hunari va ishlariga kelgan bu qo'l hunar nimalar, yez qishloqlarda qolganda ma shahar, tashkil yerlarda bak tuvankan qo'l hunar va ishlari. Biz Uyg'urlar azaldan qo'l hunarvanga bak chivar.
Mesela Doğru. muş işlerimizde biz Türkiye'ye nurgulgan güç koşalayımız, devletten terakkiyata güç koşalayımız. Doğru. Biz aldı bilen devletten terakkiyata güç koşup, aşınınğa bir tesir köstalga vaktimizde devlet anda bizge kızık oldu. To'g'ri zodi, to'g'ri mushu ish. Mushu kalla, mushu ideya bilan mengishimiz kerak. Endi bundaq go'zal paranglar naydi buloqdek o'qib chiqadi ekan, har vaqt nurg'un narsalar yodim keldi. Nurg'un qarindoshlarimizniki haqiqatan endi nimil degan bilan japa ba'zi bir besim ba'zi muayyan bir qarindoshlarimiz bilan bo'lib, boshqa odamda yo'q bo'lib qolmaydi. Vatanning g'imi bo'ladi, tuqqanlarimizdan ansirash bo'ladi. Hamda uningdan boshqa kundalik hayotimizdagi besimlar bo'ladi. Shunda bo'lgan vaqtida nurg'un qarindoshlarimizninki masalan Yevropaga kelsam bo'ladi degan qarindoshlarimiz bilan fikrlashib boqaman. Garchi hamda bu qarindoshlarimizning qanday bir aql dono fikrlari bor edi. Hamda bu yerdagi masalaninki o'zi nima degan vaqtida bu qarindoshlarimizda hamda odamni xush qilmaydigan bir javob nima desa Yevropada nurg'un narsa imkoniyatimiz bor, pul berdi yoki iqtisodiy unum degandek masala bu yerda emas. Al yadul ulya xayrun min al yadi sufla deydi. Hamda shunda o'g'anda og'an qo'ldan bergan qo'l afzal. Bu Rasulimiz bizga o'rgatgan narsa. Shunda bo'lgandan keyin dunyoning nariga borsa qozonning quliqi 4 degan narsa o'xshash. Bizda mushu siz degan ideya bo'lmaydi ekan. Mushu bir tirishchilik ro'y bo'lmaydi ekan. Amerikaga chiqarsakmi o'xshash, Yevropaga chiqarsakmi o'xshash. Bizda oldi bilan bir ideya bo'lish kerak. Uningdan keyin nagili borsak, shu ideyamiz bo'yicha mangsak, shu aktivlik bilan, shu ruhimiz bilan yashasak, inshaalloh natijalar hamon qo'lga keladi. Shunda bo'lgandan keyin haqiqatan Turkiyada yashamoqning ta's ekanligiga ko'z yumg'ili bo'lmaydi. Ammo shundoq ta's yerdan unib chiqalgan, shundoq yerda put terab turalgan odam, shundoq kishilar anandan keyin rasmiy shamshat bo'la oladi. Shunglashqa biz eng jafo tatmaydigan yer balkim qabr bo'lishi mumkin. Balki u yerdami tatimiz. Yaxshi ishlarni qilmasak, yomon ishlar bilan shug'ullansak, uningmi so'riqini beramiz. Lekin shunda bo'lgan vaqtida xuddi bir gap bor ekan, kema ya'ni shu qirg'oqda tursa eng bexatar turdi. Lekin kemaning vazifasi u emas. Shunglashqa biz xatarlarga tavakkul qilaylik. Jafoga hargiz bosh egmayli. Har vaqt ey Rabbim deb Allohni eslayli. Har vaqt Alloh taolo bizga mehribonlik bilan, shafqati bilan har vaqt bizga go'zal quchqini ochadi. Endi bu yerdagi degan vaqtida bizda Qur'oni Karimda nima so'zlandi deganda tarix so'zlanadi. Qur'oni Karimda kelgusi so'zlandi. Qur'oni Karimda hozir so'zlandi. O'tmish, hozir va kelgusi bor. Bu yerda bizga nima uchun qissalar orqali o'tmishni shundoq so'zlab berdi deganda biz o'tmishdan ibrat elishimiz, kelgusiga to'g'ri liniyada menishimizni bizga ajoyib go'zal bir uslubda o'rgatadi. Dal to'g'ri. Endi masalan degan vaqtida Nuh alayhisalomdan iborat bir nayte jafoni tatgan bir payg'ambarimiz bo'lgan. Endi hozir payg'ambarlarni hech qanday go'zal bir kunlar bilan yashab ketmadi. Dunyodan ajoyib azoblar bilan dunyoda shahid qilingan payg'ambarlar bo'ldi. Dunyoda nayt azob uqubatlar bilan yashagan kishilar bo'ldi. Mushuning ichida hamda hammani tilga ilib bo'lish imkoniyatimiz bo'lmasa-mu, Nuh alayhisalomning tarixiga qaraydigan bo'lsak, 950 yil buningki Nuh alayhisalomning tatgan jafoini ko'ryapmiz. 950 yil yashadi emas, 950 yil mehnat qildi, da'vat qildi, badal to'ladi. Shundoq badallarni to'lagandan keyin shu aşında qiyinchiliklarni ko'rgandan keyin azoblandi, tayoqlarni yedi, boshqalar tarafidan haqoratlarga uchradi. Balkim biz tasavvur qilganimizdami chiqishlarga uchragan bo'lishi mumkin. Shundoq holatida ham to'xtamay g'ayrat qildi, izlandi. Endi demakki bu bir payg'ambar. Endi to'xtamay da'vat qildi, to'xtamay da'vat qildi. 950 yil o'tgan vaqtida ey Rabbim dedi. Bizga ko'pincha qarindoshlarimiz shu gap orliqda shunday bir narsa deb qoladi. Endi bizni qo'limizdan duo qilishdan boshqa ish kelmaydi ekan, qanday qilamiz endi degandek mundaq bir xilqa nimaga uslubga, shaklga aylantirib olgan bir dialog gaplar bor endi bu yerda. Aslida qarindishim
bizning qo'limizdan duo qilish kelgan bo'lsa, bek cho'ng ish bo'ladi. Qo'limizdan duo qilishdan boshqa ish kelmaydi emas, duo qilish kelmaydi. Bu narsani aniq bilishimiz kerak. Duoning shakli qanday bo'ladi? Badal bilan bo'ladi. Aningdan keyin ijobat bo'ladi. Nuh alayhisalom 950 yil badalni to'lab bo'lgandan keyin ondan duo qildi. Ey Alloh deb qo'lini duoga ko'tarib, haqiqiy yurak so'zlarini deb yig'ladi, yosh to'kdi. Oxirgi hisobda bir duoninki kuchi bilan dunyolar ko'p ketdi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, duo hargiz chaqchaq qiladigan narsa emas va hargiz ojiz narsa ham emas. Shunda bo'lgandan keyin duolarimizning ijobat bo'lishi bizning yaxshi niyat, yaxshi qalb, yaxshi qadam, yaxshi harakatlarimiz bilan natijalanadigan gap ekan. Shunlashqa biz g'ayrat qilayli, tirishayli, izdanayli, balkida shunday aktiv energiyalar bizga har vaqt kuchni bag'ishlab, ko'zimizda yosh iqiyotgan bo'lsa, surtib etib, Allohga mangdigan bir ruhning ba'si ajab emas. Degingiz kelgan. Demsamiz shu ruhga ehtiyojchi. Biz mashda bir ruhni qazayli deb shu yo'l qo'ydik, shu kanalni. Har qatim deyman, necha qatim suhbatlarimizda dedim. Biz bu kanalni yo'l qo'yishda odam tanlamaymiz. Bir kimni oq chikan, ko'k chikan demaymiz, bir kimning chechi uzunkan, bir kimning kiyimi uzunkan, bir kim oq kiyibdi, bir kim qora kiyibdi, ma palanchi bilan aralashibdi, ma pustanchi bilan aralashibdi emas. Biz Uyg'urlarning hammamiz bir-birimizni quchoqlashga muhtoj. To'g'ri. Uyg'urlik uchun bir to'pi qo'shqanda bo'lsa, o o'sha odamning kuyligi bir Uyg'urga yuk bo'lmay yashaganligining o'zi Uyg'urlik uchun to'pi qo'shish deb qarayman men. Chunki o'sha odam o'zining masalasini hal qildi. Yindiki Uyg'urga avorchiq tepamidi, uning yuk bo'lmadi, u tirishdi. Demak, Uyg'ur jamiyatiga bir has qo'shdi. U o'zi uchun yashamadi. Uyg'ur jamiyatining bir a'zos bo'lish bilan aktivlikda yashaydi. Bu bizga qo'shilgan to'kpa. To'g'ri, to'g'ri. Shunga ashunda holatda yashagan tirishchiligi bilan, ijtihodi bilan to'kpis bilan yashagan har qanday Uyg'urni biz ziyorat qilib, uning shu hayot nasli bilan tan o'rtoqlashib, mushtaq nihoyatda yaxshi fikrlashib, shu o'tirib chiqsak, ko'rgan odamlarning hammasi bundan ilhom oldi. Va men bakchiq ilhom gaplari keldi, qarang. Shu YouTube kanalining ostidan keldi, ayrim messengerdan yozdi. Ba'zi qizlar shadaydi, bizning tunji san programmamiz botdi. Menga ko'plantisi, bu studiyada o'tkazgan bir suhbatimiz bor. Oshni shanba kuni har qatim bir qatim ko'rimiz deydi, qarang. Maşallah. Ko'rib osh dasturxon tizish, ko'plar o'tirib erkin paranglashqaningizlar, osh oplarimizni o'ylab, osh narsani o'ylab, ko'rib, yig'lab, osh seg'inishlarimizni bosimiz deydi. Lekin bunda dedi, unda programmalar jiqqo, vatanda ishlangan hikoyalar, kinolar bor, ishlangan narsa YouTube kanal chiqsana jiqqo, uningda bir hayajonli kitamsa deb o'zimcha ham deydi, men ilhomlantirib da'vatamdi rasmi deb so'rab baqdim. Desam, yo uning o'xshamaydi deydi. U vatandagi hayot, vatandagi hayotimiz tabiiy shundoqdi. Ammo chet elda shu hayotning davomini ko'rish bu boshqacha hissiyot paydo qildi ekan deydi. To'g'ri. Endi hozir bundachi degan vaqtida endi Alloh taolo bizni payg'ambarlarni sinagan sinoqlar bilan sinadi. Chunki payg'ambarlarni bek yaxshi ko'radi. Demak, Alloh Uyg'urlarni bek yaxshi ko'rdi ekan. Nurg'un sinoqlar beshimizga keldi. Bizning bu tarixlarimiz odam etining tarixidan boshlab hozirgacha insoniyat tarixi ko'rmagan ba'zi bir sinoqlar bilan sinaldik, imtihonlarga uchirdik. Lekin endi nima uchun shundoq degan vaqtida balki de shundoq bir imtihonni berishga eng loyiq bir millat biz bo'lishimiz mumkin. Shunlashqa har qanday narsa kelgan vaqtida buning yaxshi bir tarafini tahlil qilishimiz kerak. Masalan, deb o'tgan vaqtida Uyg'ur millati degan, Uyg'ur millati 35 million dedik. Endi 35 milliondan ko'p bo'lsin va yoki oz bo'lsin, taxminan bu 35 millionlik bir oila dunyo nüfus miqyosida oila emas, oz emas. Bu bir cho'ng millat hisoblanadi. Unda bo'lsa dunyodagi 100 millatning ichiga kiralaydi. Men qaysi bir materialda 97-o'rinda turganligini Uyg'urlarning son jihatda shuni o'qigandim. U bir necha yilning oldidagi bir ish. Endi hozirning o'zida qaraydigan bo'lsak, bu yerda davomli aktiv energiya badiq. Endi Uyg'urlarimizda bor bo'lgan bir illat va narsa nima desak, horulluq. Bu horulluqni tashlasak ham boshqa bizdagi boshqa illatlarni bak deb ketgan bo'lmaydi. Endi nima degan vaqtida bizga dunyoda ta'sir qiladigan narsaning birisi din, birisi huquq, birisi iqtisod. Mana shunga o'xshash
bu şu kuch odatda bir millatning taqdiriga ta'sir qilgan narsa ekan. Unda bo'lgandan keyin masalan desak, iqtisod ahvol jihatdan aytgan vaqtida Uyg'urlar unda dunyodagi eng namrat bir millatlar qatorida emas. To'g'ri, ha. Bir vaqtni topib, bir vaqtni topolmaydigan darajada emas. Turkiyada ko'ryapmiz, Turkiyaninki ba'zi bir iqtisodiy iste'mol saviyasida bizniki yuqori deb kesib deyalaymiz. Ba'zi bir narsalarniki o'zida Bence bunda sıçtırıp bakmayın. Mesela bakkal Uygur'u sıçtırsak qara. Ticaret Uygur'u sıçtırsak, hizmetçiga sıçtırsak bak, tang dereceki sıçtırsak bizning turmuş seviyemiz yaxshi. Shunda bo'lgandan keyin, endi hozirgi holatdan o'zida Turklarning boylari ko'p bo'lgandek, namratlarimiz hamondek. Shunda bo'lgandan keyin bularning bir umr ijara uylarida o'tirib, jafo tortib, mushaqqatli bir hayotda yashash orqali hech qachon iqtisodiy unum yaratolmagan va yoki bo'lmasa qiyinchiliklarda yashayotgan kishilarni ko'ryapmiz. Shunglashqa qiyinchilikda qolgan qarindoshlarimiz bundan bek ko'ngilni yerim qilmaslik kerak. Hamda iqtisodiy jihat masalasini bundaroq deb tursak, hamda bizga o'xshash qisqa muddat ichida kirib Turkiya jamiyatining o'zida o'rinlashib, o'ziniki o'rnini tepishga dal bir muayyan bir vaqt ketadi. Hamda hozirning o'zida huquq masalasi kelgan chog'da hamda bizningki huquqimiz tatib olingan bir millat. Hamda nimali bo'lmasin, bu jihatga kelgan vaqtida bizda kelishamaslik, birlik kelinmaslik, ittifoqlik nimasi bo'lmaydigan, bir-birini qo'llab, bir-birini tushiradigan ishlar bo'ladi deganga o'xshash nurg'un gaplar bo'layotdi. Tamam, Uyg'urning kuniga qolgan bir millat Uyg'ur ko'rgan kunni ko'rsa, ularda qanday psixikalik holat shakllanishi mumkin? Unda bo'lsa, biz Uyg'ur millatidan shundaqmiki desak, Alloh taolo inson yaratganda hasad, nafrat, sevgi hamma narsani birga yaratgan bo'ldi ekan. Millatli bo'ldi ekan, Uyg'urlarni ham Uyg'ur ko'zimiz bilan ko'rmay, boshqa millatlar qaraydigan bo'lsak-mo, nihoyatda ajoyib egiz pastlikni ko'ra olamiz. Hamda shunda bo'lgandan keyin bu yerdagi ozgina bo'lgan tafriqchilikni biz buni nihoyatda cho'ng bir darajaga ko'tarib ketish orqali Uyg'urlar bizniki sundirishning hojati yo'q. Hamda hozirning o'zida din masalasiga kelgan chog'da biz eng xo'shallanarlik dunyoga maydimizga mushlab turib, go'zallik bilan deyalaydigan bir so'zimiz biz Uyg'urlar musulmon deyalaymiz. Hamda hozirning o'zida nima degan vaqtida men ba'zi bir statistikalarga, jo'grafiyalik narsalarga nihoyat qiziqaman va ko'raman. Shu jarayonlarda nima qilishimcha, dunyodagi eng shu sap bir islom diniga e'tiqod qilgan millatlar deb nima qilsam, bu yerda shu afg'onlar bilan shu Saudiya Arabistondagi arablar ko'p sonliqni egallabdi. Ammo qaraydigan bo'lsak, mushularning ichida nihoyat egiz past bir millatlar yashaydi ekan. Masalan, men tunji arab davlatiga chiqqan vaqtimda aeroplanda o'tirib biz ketyapmiz, atrofim butun arab. Biz arab desam, hammamiz udul jannatga kiradigan bir millat deb o'ylaydik-da, arab jihatni yerga tashlamaymiz endi. Chunki ashundoq cho'ng bo'ldik biz shu xil go'zallikda, shu xil aqidada. Hamda shu aeroplanda o'tirib qarasam, yenimdagi bir arab bir narsalar yeyotdi. Shuning bilan hamda men Ramazon vaqtida men bir paranglashqim kelib tursam, "Emsa" deb uzatdi. "Yo'q, men ro'za tutgan" desam, "Ha" deb, "Sen musulmonmi?" deb so'radi. "Ha" desam, "Ha, men musulmon emas" debchi. Xotirjam. Dedi, "Ey, sen arab emasman" desam, "Arab" deydi. "Sen musulmon emasman" desam, "Yo'q, men xristian" dedi-chu. Voy deb men bundaq qiliqi vatanda bundaq gapni anglamagan ekan. Endi tabiiy bilimizda hamda arabning musulmon emasliklarining borligidan bilamiz. Lekin o'z qulqimizda anglagandan keyin u chaqdagi hayronlik o'xshamaydi ekan. Demak, qaraydigan bo'lsak, mushunda Qur'on nozil bo'lgan arab millatining ichidami 3-4 million xristian, necha million kishilarni tarkib topgan kommunist va yoki boshqa ideyadagi nurg'un kishilar bo'ldi ekan. Endi mandachi degan vaqtida Uyg'ur millati Turkiyani hep esas bir İslam devleti emas, musulmonlar ko'p o'tirishgan davlat desangiz baribir. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Shundan bo'lgandan keyin endi Uyg'urga kelsak, gap nada degan chog'da, endi Uyg'ur millatining ichida umum yuzlik holatda asosan musulmonlar ko'p sonliqni egallaydi. Unda bo'lsa, bu statistikada nima deb desangiz, Saudiya Arabiston 97% musulmonlar yashaydi debdi. Afg'onistonni 97 8 ga chiqiribdi. Uyg'urlarning 95% deb chiqiribdi-chu. Demak, o'ylab baqsaq, biz shundaq bir yo bizga islom dinini yetkazadigan olimlar sirtdan kiradigan imtiyoz yo'q,
yoki bo'lmay qolib qolsa, ishqilib islom dunyosi bilan bir ulanishimiz yo'q, bir bekinma bir holatda turib, mushundaq holatni saqlab qola olishimiz va undan boshqa dinning eng ba'zi oddiy taraflarda buni cho'ng bir shaklda e'tiqod qilishimiz, masalan sunnatlarni biz ching tutishimiz, ching tutishlarimiz, ba'zi bir ishlarga kelgan vaqtida belki de bir tamak chekkan odamga nihoyatda bek cho'ng ig'ir elishimiz, shunday kishilarningmi hattoki diniy ahli ilmlarni ko'rgan vaqtida nihoyatda hurmat bildirib, undaq adabsizlikni qilmaslikdan iborat bundaq axloq qaysi millatda bor masalanga. Masalan shunda bir lükçek bir balımı aldığı ülküt bakan çoğun birisini göz tamak çekiyotganmiz, derhal tamak kısmını yanılma içiklik to'g'ri. Bu yerdagi bir xijilchilik, hayo bor. Mushundaq bir dinninki sap taraflari bizga nihoyatda pokiz bir holatga kirgan ekan. Demakki bir millatning ichida Shia, Sunniy, Xristian, Buddist mushundaq yashaydigan, bir millatning ichida nihoyatda cho'g'alchaq bo'ldigan, masalan, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarininki asosan ko'pincha qo'shnisi Buddist, ma qo'shnisi musulmon, ma Xristian masalangacha. Anandagi mushundaq yashaydigan holatlar bo'ldiganligini dedi, angladik masalanga. Hatto bir oilada dadasi musulmon, apasi Xristian masalan, bundaq bir holatda yashayotganligini ko'ryapmiz. Endi bularni ya biz nisbatan hamda biz past ko'rganligimiz sababdan demadik, bizda bir xil go'zallik bor, ilg'orlik bor. Ham uning ustiga qaraydigan bo'lsak, bir Afrikaga ketib kelgan bir akamiz shunday deb berdi. Uyg'urlar ish qilib umid bor ekan. Haqiqatan Afrikada nurg'un yerlarni ko'rib, men Uyg'ur millati haqiqatan bek ilg'or millat ekan deb qo'shildim. Dedi, hattoki ba'zi millatlarning ichida musulmon turib, qanday qilamiz qiyinchilik bor deb harom narsalarni yeydigan, halol haromni ilg'amaydigan mushundoq bir holat nihoyatda bek ig'ir ekan. Shunda bo'lgandan keyin hamda bumu bizga nisbatan ruhiy ozuq bo'lishi kerak. Shunda bo'lgan vaqtida Uyg'urlarni Alloh taolo bir butun musulmon va musulmon deydigan bir holatdagi ideya bo'yicha Alloh taolo mushundoq dunyoga paydo qilibdi. Ham mushundoq bir shaklda yashashga nasib qilibdi. Amaliyotda biz musulmon bo'lmaslikqa besimga uchrayotgan musulmonlikning bedelini dunyoda eng ko'p to'layotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan Alloh taolo mushundoq bir go'zal sifatlarga noil qilibdi. Men arab davlatlaridagi ba'zi bir ishlarni ko'rib, bir qarindishimizdan "Ey bu arablar g'alit ekan" desam, "Hey ukam, bu vatandan sahobadek odam chiqdi. Endi mushundoq yerga ko'nishlar kerak" deb mushundoq bir gapni qilgandi. Shunda bo'lgan vaqtida inshaalloh bizda umid bor. İnşallah g'ayratli qildik ekanmiz, bizda natija bor. Men bu gaplarni jiqtayman. Nima degan vaqtida Safaköy, Zaytinburnu degandek Uyg'urlar o'ltiraqlashgan ba'zi rayonlarda Uyg'ur bolalari urushibdi, so'qishibdi. Turklar Uyg'urlarga uy bermaydigan, ijara bermaydigan ahvollar bo'libdi. Nima uchun undaq deganga o'xshagan ba'zi bir inkaslardan o'zimizning ko'nglini g'ash qilib oldigan ishlar bo'ldi. Bir millatdan bir urib so'qishish bo'lmamdi endi. Biz buni qo'llamasaqmi garchi, bundaq tasadduqlarni yuz bermaydi deyilib bo'lmaydi. Endi hozirning o'zida nima degan vaqtida biz endi yangidan kelganda bizga uzun bo'lmasimi? Kelgan vaqtida mayli Safaköy, mayli Zaytinburnu rayonlari bo'lsin, bu qadar savdo setiq Uyg'urlarning tijorati gullangan bir xil sistema shakli kelgan ahvol bo'lib boqmagan. Masalan, Zaytinburnudek ba'zi bir rayonlardami kichik O'rta Osiyo deb atiladigan bir rayon bo'lish sifati bilan Uyg'urlardek bir ul tutgan bir millat yo'q. Turkiy millatlarning ichida Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklardan masalan hisoblasak. Masalan, Safaköy rayonidami endi qisqagina bir vaqtda Uyg'ur mahallasidek bir shakllanib, biz Uyg'ur ko'chalardek yerlar shakllanishga boshladi. Qassob do'konlari ochildi, satrashxonalar ochildi, oshxonalar ochildi masalan, kitobxonalar ochildi va shunga o'xshash nurg'un do'konlar ochildi. Bundacha deydigan bo'lsak, birdan Uyg'urlar egallashga boshladi. Ba'zi bir holatlarda uyg'onishga boshladi. Qisqagina 5 yil, 4 yil ichida ajoyib bir azob chekkan bir millatningki o'zi oxirgi hisobda shu shunday yerlarga kirib, yana qadam bosqichni bosa olishi, oldi bilan Allohga shukr deyishni o'rganishimiz bilan birga yana g'ayrat qilsak, cho'qim natijaning borligini bildirib berdi. Chunki mayli bu davlat bizga faqat yashash imtiyozlarini bergan bilan hech qanday boshqa imtiyoz bermadi. Bu xil holatimizni bilishga bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlarimiz tirishib, az-azdan bo'lsa-mu kuchab g'ayrat qilib,
nəhayət yaxşı nəticələrini qo'lga keltirdi. Zavod korxanalarını qurdi, baxmachilik o'rinlarini qurdi, etiz eriqlarni ashundaq nima qildi, teriqchiliklarni qildi. Men shu nimada Bursada bir qarindoshlarimizni ziyorat qilib bordim. 10-20 bola bor ekan. Shu yerda o'quvchilarning hammasi 30 ga yaqin bola ekan bular. Hammasi maktabda o'qiyapti, davlat maktablarida o'qiydi ekan. Bu bolalarniki asosan degidek hammasining ota-onasi vatanda ekan. Bu bolalar qo'y biqibdi, iyalarni teribdi, o'ziniki ko'ktatlarni o'zi terib yeydi ekan. Ashundoq qilib, oxirgi hisobda bolalar o'ziniki ig'irchilikni boshqalarga sab qo'ymaydigan, o'ziniki ketarlik chiqimlarni o'zi hal qila oladigan bir holatda bo'lib o'qib o'tibdi. Hattoki bir ikki bola shu nima Bursa rayon bo'yicha va yoki ma'lum bir rayon bo'yicha mukofotlarga erishibdi. Bolalar eng ilg'or shaklda tarbiyalanib o'tibdi masalanga. Nayteli qarsa 80 yoshlik odamni kichikiltib qo'ygandek turdi u bolalar hammasi. Ko'z oldim keladi. Uyg'ur bolalarining shundoq namozga vaqt-vaqtida keldiganligini u bolalarning ko'rgandan keyin davlatmi chaqmay ash bolaga tashlab beribdi. Ruh tigimizde bor, bizning genimizde bor, qinimizde bor. Bu mengu yo'qolmaydigan ruh bu. Ular kim o'rgatdi uni? Hech kim o'rgatmadi. Vujudida bor u narsa. Bulturqi vaqtlarda bir bolalar to'g'riliq mushundoq ba'zi bir xabarlar kelishga boshladi. Biz bütün dünyadagi millatlarning ichida eng esil millat ekanmiz. Hammanglar o'zinglardan faxrlaninglar deb birinchi jumla shuni dedim. Hamda bu bolalarning nihoyatda yuksak bir arzu armonlari, g'oya nishonlari bor ekan. Hatto bu chiroyimizga nurmuchu qarang, boshqa millatlardan farqli ekan.